Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. 20 kilovatlik nijniy gariniyamizni dastlabki qilib beryapmiz. Kotelimiz ochiq yopiq sistemalarga tushaveradi. Komplektida mana kotelimizni termo regulyator, turbina regulyatori, gaznik, plus yana bunaqa tozalaydigan instrument bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ichaklari ham bor. Kotelimiz polni ustilik bo'lgan bo'ladi. Bemalol tashqariga qo'shilib bo'laveradi. Komplektida g'aladoni ham bor. Kotelimiz bunaqa klapanli bo'ladi. Qo'ygan gradusingizda mo'tadil ushaveradi. 20 kilovatlik kotelimizni tepladmenilarni ham ko'rsatib o'taman. Tepladmenilar mana kaseta ko'rinishda bo'ladi. 5 metr tepladmenniga KPD'si 95%. Kalasniklarni ham ko'rishingiz mumkin. Tak. Kalasniklari mana turba ko'rinishda bo'ladi. Vadinoy kalasnik deyiladi. Kotelimiz 20 kilovatlik kotelimiz 7,5 million chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Qolgan joylarga kelishilgan holda. Bizda yana verxniy garini kotellarimiz ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Verxniy garini, nijniy garini, bunkerli kotellar ham yasaymiz. Bunkerli kotellar ham yasaymiz. Bunkerli kotelimiz ham 2 xil. Lopatkali varianti bor. Bunaqa retortning garelka qo'yib berishimiz mumkin.